Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар тек qana bizda bo'ladi do'stlar. Sol uchun podpisatsiya bo'ldi unutmangizlar. Sadriddin Ahmedov bilan Elias Espades arasındagi 2025-yilgi 19-savrda o'tgan jekpejek Majority Drive ko'pchilikning sheshimi bilan tan natijaмен аяқталды. Jekpejek statistikasi Sadriddin Ahmedov jasi 27, bo'yi 175, salmog'i 70, kasbiy rekordi 15 jeniz, 13 nokaut, 0 jeniz, 1 tan yesib. Jekpejek stili o'rtaq. Kasbiy mansab boshlagan yili 2018. Elias Espades jasi 34, bo'yi 178 cm, salmog'i 70, kasbiy rekordi 23 jeniz, 16 nokaut, 6 jeniz, 1 tan yesib. Jekpejek stili o'rtaq. Kasbiy mansab boshlagan yili 2012. Jekpejek barisi. Jekpejek barisida Ahmedov qarshilasini qismini ustab, bir necha kuchli so'qqilarni jasadi. Asirasi 3-raundda o'ng qo'lмен so'qqi jasab, qo'l so'qqija huk bilan jalg'astirdi. Alayda Espades shebir qo'zg'alish bilan burishlarni foydalanib, qarshi shabuldarмен javob berdi. 7-raundda Ahmedovning so'l jaq huklari Espades to'tib berib, qarshi so'qqilarni jalg'astirdi. 8-raundda Ahmedov o'ng qo'liмен so'qqilarni dal yetkizdi. Biroq Espades ringga qo'zg'alishimen qiyinliqlardan qutulib o'tirdi. Torshlarning sheshimi: torshi birinchi 96-94 Ahmedovning foydasina, ikkinchi torshi 95-95, uchinchi torshi 95-95. Bu natija Ahmedovning kasbiy mansabidagi alg'ashqi tan yesib bo'ldi. Sizlarмен boks жаңалықтары bo'ldi. Arnaga tirkelib videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tek qana bizda bo'ladi.